Burunning burunasida Sharq bilan G'arbning qop o'ttirisida bir shahar bo'lgan ekan. U shahar podshohning 7 xotinidan 20 o'g'li bo'lib, birmu qizi yo'q ekan. Dunyo dabina, mol-mulk, qo'y podalarining hisobi bo'lmag'achqa, shahar bo'yicha birdan bir g'amsiz kishi hisoblanadi ekan. Fuqarolarmi xo'shal-xo'ram yashaydi ekan. Shundoq bo'lg'achqa, shahar xalqi podshohni jenidan-mu aziz ko'radi ekan. Töge qancha, yig'iri shuncha degandek, yillarning o'tishi bilan podshohning beshiga g'am tushishga boshlabdi. Uning g'ami 2 ekan. Biri 20 o'g'il kayni-kaynidan cho'ng bo'lib, yosh quramiga yetibdi. Ularni o'ylab qo'yay desa, 20 o'ylik bilan qo'di bo'lishga to'g'ri keladi ekan. Shundoq bo'lib qolsa, qo'dilar bilan borda keldi ko'payib, shaharni boshqarish fuqarolarning holiga yetishga vaqt chiqmag'idek. Shunga o'ziga o'xshash 20 bolalik yana kelib 20sining hammasi qiz bola bo'lgan oila bilan qo'di bo'lishni o'ylaydi ekan. Lekin bundaq oila nada-do? Yana biri ko'tarolmasang sangiltib ol degandek, shaharning suyi uzilib qolib, qurg'oqchilik dastidan fuqarolar qahatchilikka qopdi. Yaqin atrofda suv manbasi yo'q ekan. Yaqin deganlarimi 5-6 oylik musofining nerisida ekan. Bu ikki g'amning dastidan podshoh beshini ko'tarolmay qopdi. O'riqlab bir tera, bir ustixonga aylanibdi. Vazir vuziralar o'rda qotilarining amali bo'lmabdi. Shunday kunlarning birida kenja o'g'il podshoh oldida paydo bo'ldi. Hurmatli ota, debdi kenja o'g'il shoh otasining oldida tizlanib. Qarasam, kundan kunga yodab, tugishib ketdilar. Sababini aytib bergaylar, da'vosi tepilib qolsa ajab emas. 20 o'g'lining ichida kenja o'g'il to'limi zerak, chechan, aql farosatda tangdishi yo'q bo'lib, botirlikda yo'lvosdan qilishmaydi ekan. Podshoh uni hammasidan bak yaxshi ko'radi ekan. Podshoh o'g'lining deganlarini anglagandan keyin suyunib ketibdi. Uni o'rnidan turg'izib debdi. O'g'lim, sen hamish holimga yetsan. Bo'pti, desamdek, amal tepilib qolsa ajab emas. Shoh shundoq deganidan keyin g'amlarini birma-bir aytib beribdi. Hammadan eg'ri qurollarning suvsiz qolganligi. Buningga men chediy olmay qoldim. Deb baqa. Qura bo'lmasa, shahar bo'lamdi. Shahar bo'lmasa, podshoh deganning nima keraki? Qurollarning holiga yetmagan meningdek podshohni shoh degili bo'lmas. Shundaqmi o'g'lim? Kenja shahzoda deganlari to'g'ri degandek qilib beshini egibdi va bu g'amlardan qutulish uchun jahon kezishning lozimligini aytibdi. Bunda qilishning sabablarini tushuntirib kelib, jahon kezishga o'zini avatishni iltijo qildi. Shoh bu shahzodaga bek amroq bo'lg'achqa, oningdan ayrilishga ko'zi qiymay, boshqa shahzodalarni avatmoqchi bo'ldi. Lekin 19 shahzodaning hech qaysisi ko'krak yerib chiqolmabdi. Oqibat shoh kenja shahzodaga ijozat beribdi. Kenja shahzoda safarga otlanibdi. G'arb tomon mengibdi. Kezmagan cho'l jazira, oshmagan tog' dovon qolmabdi. Biroq biror shahar tugul yurt mahallami uchirmabdi. Shundaqdimi u bal qo'yibetmabdi. Ozuq-tuliga tugaganda o'zi minib mangan etini so'yib yebdi. Umi tugabdi. Oqibat ochliqdan majoli qolmay holidan ketibdi. Har xillik uni uyqu daryosiga so'rab kelibdi. U shundoq tatli uxlayotganda birisi chaqiribdi. "Odamzodmisan?" Kenja o'g'il ko'zini ochib qarag'udek bo'lsa, oldida bo'yi 8 gaz, to'g'risi qopoq terakdek, soqoli bir bog'lon bedidek, bir bovoy kulimsirab turg'idek. Kenja o'g'il o'ng'mu va yo tushimmu deb o'ylab, darmahal gap qilolmay qopdi. "Abdingdan qaraganda odamzod ekansan, taxting asl zodiga o'xshaydi. Ayta o'g'lim, qandoqsiga bu yoqlarga kelib qolding?" deb so'rabdi bo'g'ay. Kenja o'g'il safar sabablarini va beshidan o'tgan kashganlarini bo'g'ayga aytib beribdi. Bo'g'ay atrofiga bir qarab o'tib debdi.
Gepingning o'randan qaraganda, sen Chiman shahrining podshohi Yo'riqnur shohining kenji shahzodasi ekansan. Ota-onaning mushkulini osonlashtirmoqqa bel bog'lagan o'g'il yaxshi kunga erishgusidir. Ammo o'g'lim, sen yomon yerda uxlab qopsan. Bilsang, bu qumliqning nomi halokat qumliqidir. Bu yoqqa qadam bosgan odam jenidan yo tenidan ayrilar. Sen otang uchun jafo chekishga rozi bo'lg'ashqa omon qopsan. Yelimi yaxshi, yo'ling ochiq. Endi sen kun chiqishga qarabman. U yoqlarda Suzuk suv otliq bir shahar bor. U yerga omon eson berib olsang, murod maqsading hosil bo'lg'isi. Bovay deydiganlarini deb bo'lib, Kenja shahzodaga mushkullikka yo'liqsang, mana bu tilakni tiligin deb bir qator hikmatlik so'zlarini o'rgatib qo'yibdi. Endi bir non, ikki shamshar tutqizib qo'yib, g'oyib bo'ldi. Kenja shahzoda bovay bergan nonning yarmini yeb qursqini to'qlab, mengishni davomlashtiribdi. Aradan talay kunlar o'tib ketibdi. Kenja shahzoda bovay ko'rsatgan tarafga qarab mengiyveribdi. Qursqa ochsa, yiliqi nonning yarmini yeb, yarmini xurjiniga selib qo'yishni unutmabdi. Nonmu xurjiniga kiribla butun bo'laveribdi. Kenja o'g'il shu tariqada mengiyverib, bu chetidan bu chetiga ko'z yetkusiz cho'ng bir daryo bo'yiga kelib qopdi. Daryo suvi tog' kabi o'rkash yasab, otdek kishnab, toshqin hosil qilg'il turgan ekan. Kenja shahzoda ulug' suvdan qandoq o'tishning amalini izlayotganda, birdalla suv ostidan tog'ning bir parchasidek bir maxluq beshini ko'tarib shahzodani dam tortibdi. Shahzoda birli qarab, uning g'oyat zo'r yilon ekanligini bilibdi. Aslida bu yilon daryoda to'g'risiga yetib olib, uning otasi Yo'riqnur shohning Chiman shahriga boradigan suvni to'sib olgan ekan. Shahzoda darg'azabga kelibdi va bovay bergan ikki shamsharni to'g'risiga tishlab, qo'ram toshning orasidan ko'tarilibdi. Bu chaq yilonning ikkinchi qatam dam tortishi ekan. Kenja shahzoda bir tal g'azondek uchib berib, yilonning hongdek og'ziga urilibdi. Urilibdi-yu quyruqidan chiqibdi. Yilon shamsharning zarbasidan qo'g'intilgandek tilinib, ikki yoqqa bo'linib, shu hamon jon taslim qilibdi. Shahzoda uning o'ligini parchalab, ming bir mushaqqatda daryo qirg'ig'iga ochiqib, qog'i qo'zg'onlarga yam qilib beribdi. Suv Chiman shahriga qarab, hayvat bilan sharqarab, kun nurida barqarab eqib ketibdi. Kenja shahzoda shoh otasiga xabar yetkazish uchun yo'lga chiqadigan chaqda xonish onasi bo'yniga esib qo'ygan tiltumarini suv bilan eqib o'tibdi. Endi gapni Yo'riqnur shohdan anglaymiz. Kenja shahzoda jahon kezgili chiqib ketgandan keyin qo'rg'oqchilik texmi eg'irilishib, fuqarolar holdan ketibdi. Yo'riqnur shoh ularga yetarlik oshliq, mol-mulk taqsimlab bergan bo'lsa-mu, bu narsalar suning o'rnini bosolmabdi. Shoh o'rdasimi buning sirtida qolmabdi. Yo'riqnur shoh dard alamdan ochiq yurtib, og'ir o'rin tutib yetib qoldi. Tövblar uning tomirini tutib, ko'zining eqi bilan tiliga qarab, shoh oliylarining kesilining davosi suv debdi. Suvdan bo'lsa hech xabar yo'q ekan. Otasining o'ngshilib ketishiga ko'zi yetmagan shahzodalarning bir tili niyati buzilibdi. Ular bir-biriga to'ydirmay, shohlik tojini kiyishning taraddutiga tushibdi. Cho'ng shahzoda shohlikning menga tegishida gap yo'q. Shundaqdimi, inilarimni ablab-sablab qo'g'ilib menga yaxshi kun bo'lmas deb o'ylasa, ikkinchi, uchinchi shahzodalar akasining o'limini tilabdi. Boshqa shahzodalarning o'z oldiga so'qqan choti bor ekan. Shu vajidan shahzodalar orozilashishga turibdi. Xonish ana jidal so'rab haramabdi. Shundaq kunlarning birida bir to'p seg'izxon o'rida munaraga qo'nib, zo'q-shuq bilan yiqib sayrig'ini turibdi. Shahzodalar chalma assumu uchib ketmabdi. Shahar xalqi seg'izxonni yaxshilikning elchisi deb bilgachga, orada oldiga yig'ilib, seg'izxonga talmurib qarashibdi. Shu asnoda shovqin bilan sumi kelib qopdi. Shodlikdan shahar xalqining gul qaqqanlari echilib ketibdi. Qerilar nag'ra sunnay chalsa, yoshlar usul o'ynabdi. Balalar suvga cho'milib rosa puxadan chiqibdi.
Dal-daraxt gul-giyohlar yangi boshdan yaproq chiqarib, shaharni bo'stonlikqa aylantiribdi. Malvarallar sho'x ma'rishib, egillarining shodligiga shodlik qo'shibdi. Yo'riq Nurshoh o'rnidan turib, taxtga chiqibdi. Shahzodalar chandurmay o'rniga kirib, otasiga salom berishibdi va kenja shahzodadan biror xabar bor yo'qligini so'rashibdi. Suning o'zi xabar, debdi Yo'riq Nurshoh. Sizlar shunimi bilmadinglarmi? Shoh ota, sug'u keldi. Biroq uni kenjamning iltifoti degili bo'lmas. Bo'lmasa o'zi nimishqa suv bilan birga kelmadi? deb noqoyilligini bildirishibdi. Yo'riq Nurshoh ularning nodonligiga kulibdi va quyun yanchiqadan suvda eqib kelgan til tumarni elib ko'rsatibdi. Bu uning tavaruki. U buni belgi sifatida menga avatibdi. Uning ichida bir parcha salom xatmi bor texi. Yo'riq Nurshoh gapiga ulab xatni shahzodalarga sunibdi. Cho'ng kichik shahzodalar xatni qo'lidan qo'lga elib, uni kenja shahzodaning yozganligiga ishonibdi. Ichida bo'lsa, bir patmondan hasad o'ti yenibdi. Shundaqdimi otasining ko'nglini deb, kenja shahzodani bo'lishiga maqtab, o'rnidan hujurlarga qaytishibdi. Endi biz kenja shahzodaga kelaylik. Butkul Chiman shahri ana shundoq shodlik iligida yayrayotgan kunlarda kenja shahzoda talay qum dashtlarini orqada qoldirib, monar to'potaqliq ajoyib g'aroyib bir yerga berib qopdi. Taqdirning butkuni shu bo'lsa kerak. U harg'in oyoqlarini so'rab, to'pilikka qarab yomishibdi. Yomisha oxiri yuqori paliga chiqibdi. Chiqibla hayron qopdi. Aslida bu yer og'maxonlar makoni bo'lib, bo'yni 7 quloch tumshqi kanardek, puti qoqshal terakdek bir qush og'maxonlarni ikki qanot ostiga besib olib, bir boshdan yigilib turgan ekan. Og'maxonlar bo'lsa zar-zari qoqshab tipirlayotgandek. Kenja shahzoda bu alomatni ko'rib chidab turolmadi. Uning og'maxonlarini bo'zaq qilgani nimasi? U Yavuzning adabini beray debdi-da, bo'y so'qat qilgan shamsharini qeynidan sug'urib, beshidan yana aylantirib qushni tepibdi. Shu an qushning kalisi uzilib, yerdan pastga qarab do'malabdi. Tana lassida bir yoqqa qing'iyibdi. Og'maxonlar dikildishib o'rinlaridan turishibdi. Kenja shahzodaga bosh urib churqilishib, rahmat ustiga rahmat yog'dirishibdi. Olamda barliq maxluqning o'z sarkardisi bo'lganiga o'xshash og'maxonlarning yo'l boshchisi bor ekan. Yo'l boshchisi o'z tavasidagi jimiy og'maxonlarni boshqarar ekan. U kenja shahzodaga minnatdorligini bildirmakka Xura og'maxonlarni safga tizildirib, ehtirom bajo keltiribdi. Andan birdalla odamdek zuvonga kelib so'rabdi. Almasaqdan buyon bizning bu yoqlarga odamzat oyoq bosmagan. Lekin sizlar qandoqsiga qadam tashirib qilib qoldilar? Qani, aytsizlar, qandoq arzu tilaklari bor? Yordamimiz tegib qolsa, ajab emas. Shahzoda bo'lmish kelinlarini izlab, Suzuk suv shahrini ko'zlab ketayotganligini aytibdi. Og'maxonlar oqsoqolimi o'zlarining kechirmishlarini aytibdi. Moshi fasl og'maxonlarning toza ko'paydigan chaqlari ekan. Dal har yili mushu chaqda yeliqi yirtquch qush keladikanda og'maxonlarni yeb ketadi ekan. Vaqtiga yarasha o'zini baldiq olganlari yandurqi yiligacha makonlarini tuzashtirib, uruq qoldirib, aron ulgardi ekan. Endi ular kenja shahzodaning himmatida oshu balo takkurdan bir yo'lda qutulibdi. Shahzoda bu gapni anglab bo'lgandan keyin og'maxonlar bilan xo'shlashib yo'lga chiqmoqchi bo'ldi. "Hay odamlarning esali, ojizlarning shafqatchisi", debdi og'maxonlar oqsoqoli boya quyrug'idan yo'lib olgan bir tal tukni tanglab turib. "Buni elib olsalar, boshlariga kun tushganda ko'ydirsizlar, hozir bo'lamiz. Xayr, safarlarga oq yo'l bo'lg'ay." Kenja shahzoda tukni elib shamshirining dastiga chigibdi-da, safarini davomlashtiribdi. Kechasi cho'lpon yulduzlarini nishon qilib, kunduzi o'ng so'lini changa elib, bir kam 90 kunda bir joyga keldi. Keldi-yu shahzodani surib esibdi. Chunki bu yerdagi chumulalarning ko'pligidan boshqa yeb ko'ngil elishidi ekan. Buni ozdab chumulalar yopirilib kelib, shahzodani orqa elib oldi.
meni beray desa chumulini dastlab tashlag'idek. Shahzoda ulardan yo'l berishni o'tinayotganda ushtum tut havo buzilib qor yomg'ir yig'ishga boshlabdi-da chumulilarni eqitib mengibdi. Kenja shahzoda ko'nglida xushal bo'pti. Biroq chumulilarning og'zlarini anglab ich og'ritmay turolmabdi. Bunu olamda yashaydigan maxluqlarning biri. Dabda shahzoda yomg'irda eqib ketayotgan lakming chumulilarga qarab, garchi ular yo'limni to'sib olgan bo'lsa-mu, yana qutqizib qo'yganim tuzuk. Kenja shahzoda shundoq o'yladi-da, shamshirini chiqarib osmonga qaratib shiltibdi. Shu an bulutlar to'zib, shamolga yem bo'pti. Havo echilib, kun parlabdi. Yer zamin shappida qurib, asliga kelibdi. Chumulilar yangi boshdan hayotlikqa erishibdi. Ular bu shafaatning boy o'zlari yo'l bermagan odam zotdan kelganligini bilganlarida xijilliqidan beshini ko'tarisholmay qopdi. Ondan qursqini aron so'rab mangdigan birisi o'ttirga chiqib o'zira aytibdi va bir tal tarnaqini yo'lib olib shahzodaga tanglabdi. Vaqtani vaqt kelib tarnaqni ko'ydirsa, o'zlarining shahzodaning yanida paydo bo'lib, mushkulini oson qilib beradiganligini aytibdi. Kenja shahzoda chumuli shahning bu sovg'atini rahmat deb otdi. Chumulilar uni uzitib qo'yibdi. Kenja shahzoda shu mang'inicha oxiri Suzuk suv shahriga yetib keldi-da va vayrona saroyga tushib orom olmoqchi bo'ldi. Bir kamda kun o'ltirib, butun shahar qorong'ulik libosini kiyishga boshlabdi. Bu chaqda o'rda osmonida bir talay oy paydo bo'ldi. Kenja shahzoda zan qo'yib sanog'idek bo'lsa 21 oy chiqibdi. Oylarning biridan biri shundoq suzuk, shundoq chiroyli ekan. Shahzoda hayron bo'lib saroyvandan so'rabdi. Saroyvan tushuntirib debdi. Oylarning ichidagi qop o'tirsida turgan birla almusoqdan biri insonlarga hamroh bo'lib kelgan rost oy. Qolgan 20si shohimizning malakalarining simoyi. Bu javobni anglagan shahzodaning xushlikdan yuraklari yayrab ketibdi. Oxiri tepdimi? Muradim hosil bo'pti. Debdi shahzoda yenishlab. Saroyvan uning demoqchi bo'lganini tushunolmay so'rabdi. Tapqining oltinmidi yo kumush va ya bo'lmasa jabr jafo ham namoz? Tog'a, bu nima deganlari? Debdi shahzoda. Saroyvan javob o'rniga peshonasini silab qo'yib, osmonga bir hazor tikilibdi. Ondan Kenja shahzodani orqasiga silib, o'rda darvoza oldiga elib beribdi. "Ey nodon yigit!" debdi Saroyvan sepil darvozalarini ko'rsatib. "Uningga qara, mushu darvozadan kirib ketgan sandaklardan nurg'unlari hayotidan ayrilgan. Bularning hammasi seningdek hamoqatlar. Ular hayot chig'ida sana o'xshash shohimizning oy suratlik malikalariga oshiq beqaror bo'lgan. Oqibat janidan ayrilishdi. Qarasam shundoq esil, xushxuy yigit ekansan. Xatarga yo'liqmasda bu shahardan chapsanroq ketib olganing tuzuk." Saroyvanning javobidan yana shular ayon bo'ptiki, Suzuk suv shahrining podshohi Oy sohib shohning 20% bo'lib, hammasi qiz ekan. Qizlar vaqti soati kelib bo'yiga yetibdi. Ular rangi ruxsor, husn jamolda bir-biridan qilishmaydi ekan. Bu xabar jahonga borib ketibdi. Yiroq yaqindan elchilar yig'ib ketibdi. Oy sohib shoh dastlab ularning birisini kambag'al, birisini hamoqat sanab ma'qul ko'rmabdi. Keyin qurushqiga jin kirib, qizlarini ko'z-ko'z qilib, boylik to'plashning ko'yiga tushibdi. Shoh avval qizlarini orombaqa o'rinlashtirib, sirt bilan bo'lgan aloqasini uzib tashlabdi. Ondan bog'ning to'rt temiga jahon aynigini bekitib, ularning simoyini aynak sho'lisi orqali o'rda ustiga tushiribdi. Keyincha osmondagi oy qatoriga tizib qo'yibdi. Kelgan elchilar ularning oy jamolini ko'rib, aql g'o'shini yo'qotdiganda nurg'un sovg'a salom tayyorlab, shoh huzuriga kirib, talabini qo'yishdi ekan. Och ko'z shoh ular agargan oltin kumushni elib qilib, 3 shart qo'ydi ekan. Bu shartlar bir-biridan eg'ir bo'lg'achqa, yigitlar o'rinlay olmay bir-birlab kallasidan ayrilar ekan. Darvozadagi kallalar mana shu tariqada yig'ilgan ekan.
Kenji shahzoda Sarayvanning o'zini ketishga oldirtishining sababini bilibdi. Shundaqdimi baxit talini sinab ko'rmoqchi bo'lib so'rabdi. Tag'a, men urinib boqay deyman. Xush bo'lib ketay. Ay sohib shohning 3 shartini aytib bersizlar. Buni so'ramayli qo'y o'g'lim. Bu shartlarni shohning o'zi, ondan qolsa malikalardan o'zga bu shaharda hayotlardan bildiganlari yo'q. Navar o'lgin kelgan bo'lsa, ay sohib shohning o'zidan so'ra. Lekin u sening mushu turqingni ko'rib, gap so'ramayli o'limga buyurib etadi. Mundaqlar ko'p bo'lgan. Amisi qandoq qilay tag'a? Yandurib so'rabdi shahzoda. Sarayvan bir oz o'ylanib olgandan keyin maslahat beribdi. Qaraganda paylangdan yanmoqdaksan. Amaling bo'lsa, malikalarining o'zidan so'rab ko'rgin. Ular sening holingga yetib qolsa, ajab emas. Ular saroyga qaytibdi. Shahzoda o'z hujrasida yolg'iz o'tirib xiyol suribdi. Birdalla uning esiga og'magan yo'lboshchisi sovg'a qilgan bir tal tuk ketdi. Uni avaylab elib ko'ydiribdi. Shu an salkin shamol ko'tarilib, og'maxonlar yo'lboshchisi shahzodaning oldida hozir bo'ldi. Shahzoda yo'liqqan mushkulotini bayon qilgan ekan og'maxonlar yo'lboshchisi. Buning qaroyiti chaqliq, xotirjam bo'lg'aylar shafqatchim, debdi va o'z tilida bir nimalarini deb chiyqiribdi. Uning ovoz besiqmay turib, qura og'maxonlar yetib keldi-da, kechalab saroydan orombaga qaratib laqma ko'rlabdi. Laqmining bir uchi cho'ng malikining hujrasiga tutashtirilibdi. Kenji shahzoda yuyinib, tarinib, jabdonib, laqmiga kiribdi va hayol o'tmay cho'ng malikining hujrasiga chiqibdi. Shahzoda jon aynikiga qarab, o'zini yasayotgan pari yuzlik, xumar ko'zlik Naznanni ko'rib, aql hoshdan ayrilibdi-da, turgan yerida o'ltirib qoldi. Bir hazodan keyin hoshiga kelib, o'zining malikining to'shigida yotganligini, malikining o'ziga tikilib qarab turganligini payqabdi. "Ay yigit, odammisan yoki ezitqimi? Va ya bo'lmasa, xosiyatli elchimi? U yerga qanday kelib qolding?" debdi malika shahzodaning ko'zini ochganligini ko'rib. Kenji shahzoda ko'rgan, bilgan, anglagan ishlatganlarining birini qoldirmay aytib kelib maqsadini debdi. Malika ta'sirlanib ko'ziga yosh oqdi. Malikalarmi otasining o'zlarini odamzoddan ayirib qo'yganiga norozi ekan. Shunga cho'ng malika ikkilanib turmayla bu xabarni singlariga yetkazibdi. Ular Kenji shahzodani may sharoblar bilan mehmon qilib bo'lib, otasining 3 shartini oshkorlabdi. Bu shartlarining biri o'rtada cho'nliqi 7 boshliq yalmavuzdan qilishmaydigan, ming bir putliq ajoyib sirliq bir ko'tek bo'lib, uni ay sohib shoh ko'rsatgan palta bilan birini urib 7 parcha qilib o'tish. Yana biri 7 tag'ar qumga 7 tag'ar teriq aralashtirib o'tilgan ekan. Uni 3 kunlik muhlat ichida ayirib, qumini boshqa, teriqini boshqa tag'arga qachilash. Üçüncüsü, Süzük Su şəhərinin şərq tərəfindəki dənizinin otursuğu tamları altından, təxit ravaqları la'al yaqutdan bir cüb çarı beği bar, orada bərpa qilish ekan. Bu şərtlərni ada qılalasa məlikelərinin visalına yetəlaydi ekan. Məlikelər debdi. Şərt bu şu, bu şərtlərni senin o'rinlay olishingga ko'zimiz yetmaydi. Onundan ko'ra chiroyliqcha ketib olgin yigit. Yo'q, debdi Kenji shahzodami bosh kelmay. Ketmayman. Shoh otanglar bilan ko'rishib, beshimga kelganini ko'rman. Ya u sizlarni men qo'shib qo'ydi, ya jenimni oladi shu. Men mangdimamsa. Kenji shahzoda malikalarga bosh egib, ehtirom bildirib orqasiga yenibdi. Malikalarmi uning o'ngishliq talab turib qilishibdi. Ikki taraf ko'z qiymagan holda ayrilishibdi. Angacha har ehtimolni deb Sarayvan bovay bir xurjun oltin ko'mish tayyorlab qo'ygan ekan. Kenji shahzoda bovayga minnatdorligini bildirib, ko'nglini tindirib, xurjunini yudib, o'rniga qarab qadam besibdi. Bu tahi zahar bo'lib, Kenji shahzoda o'rniga kelganlarining tunjisi ekan. Ay sohib podshoh bundaq chaqda qizlariga xaridor bo'lib kelganlarni gap so'zsiz o'rniga yolib akirishni belgilagashga, yasavullar shahzodaga ich og'rirsimi, eg'izlaridan chiqarolmay shoh yorlig'ini bajo keltiribdi. Shoh saltanatlik taxtda o'ltirib, shahzodani qabul qildi.
Umu shu kemgacha munda qada qomati kelishgan yigitni o'chiritib boqmagan ekan. Shung bir bas sukutda o'ltirib, bo'lg'isi kuyi o'g'lining husn jamolini tomosha qildi. Va birdalla uningmi o'z qo'lida jenidan ayrilganligini yodiga elib, shahzodani royidan qaytarishga urinib beqibdi. Shahzoda bo'lsa, o'z talabida jing turibdi. Undaq bo'lsa, o'z uvoling o'zingga, debdi shah og'ir bo'lmadi. Va 3 shartini birma-bir deb bo'lib, shahzodani o'yliq boshlab chiqibdi. Andin sen yoradigan ko'takmon shu. Ovu paltidan xolgan birini tanlab ol. Debdi. Bir yoqqa qatori tizib qo'yilgan paltilarni ko'rsatib, Kenji shahzoda ikkilanmayla qap o'tirg'i tiziqliq paltidan birini oldi. Bobay o'gitib qo'ygan sehr bilan Shah va uning atrofidagilarning ko'zini sehrlab qo'yib, paltining o'rniga shamshirini ishlatib, ko'takni 7 pora qilib o'tibdi. Ko'tak pora bo'lish bilan tang qaysi zamonlardadir kishilar tarafidan ichiga yoshirib qo'yilgan patmon oltin kumush, go'har yoqutlar sharildab to'kilibdi. Buni ko'rgan Shahning ko'zlari shodlikdan parqarab ketibdi. Kenji shahzoda endi ikkinchi shartni o'rinlashning tayyorligiga kirishibdi. U chumuli Shahi taqdim qilgan tirnoqni ko'ydiribdi. Hayal o'tmay chumulilar xuddi lashkarlardek saf tortib paydo bo'ldi. Shahzoda ahvolni bayon qilib kelib, bo'lsa shu kunila qum bilan teriqni ayirib berishni o'tinibdi. Bundaq ushaq-tushak ishlarni ko'ngildagidek o'rinlash bizning kasbimiz. Hammaga ayondir, bu to'g'risidagi tafsilotimiz. Qani, qum qachilangan tag'ar tezroq ko'rsatgaylar shafqatchimiz, deyishib farmon bardor bo'pti. Kenji shahzoda ularni tag'irning qishig'i boshlab beribdi. Chumulalar o'lishib birdamdala qumni u yoqqa, teriqni bu yoqqa ayirib, tag'irlarga qachilab beribdi. Ay sohib Shah buningdan norozi bo'pti. Biroq ichida shahzodaga ham hayron bo'pti, ham uning 3-shartni o'rinlayolmasligini umid qildi. Chunki oxirgi shart o'rinlanib qolsa, podshoh har kuni yigitlaridan kelib turadigan oltin kumushdan quruq qolar ekan. Shung u dargomonda g'amga petib, ochiqining ta'mini tetib, o'rin tutib yetib qoldi. Demisimu dengiz ustida hashamatli shahar barpo qilish xiyoliy tushdakli bir ish ekan. Kenji shahzoda uyan o'ylab bu ishning taktiga hech yetolmay malikalardan maslahat olmoqchi bo'ldi. Malikalar buning muammolini aytib beribdi. Kenji shahzoda cho'ng malika bergan uchqur hosiga minib 6 oylik safarni bir kundala besib, bir sirli tog' o'nkiriga yetib keldi. U tog' o'nkirida jahondagi divalar yashaydi ekan. Kenji shahzodaning kirish yo'lini o'michik to'sib oldi. Shahzodami bo'sh kelmay, shamshiri bilan o'michik to'rini kesib tashlab, yo'l ichib ilgarilabdi. Shunda qilib divalar usiga besib kelibdi. Cho'ng malika degandek bu chaq divalarining uyquliq mezgili ekan. Ular Kenji shahzodaning tevishini sezolmabdi. Shahzoda pam bilan ilgarilab, divalarining jeni qachlangan shishini elib oldi. Divalar shu an uyg'onib, yilon kabi to'lg'inib, o'rindan turolmay qarishibdi. Yovuzlikqa madori yetmay, yolvorishga boshlabdi. Shahzoda divalar Suzuksu shahrining yanidagi dengiz ustiga Ay sohib Shah aytgandek bir shah ordisi selib bermagicha jon qachlangan shishini qaytarib bermaydiganligini aytibdi. Divalar Shahi ma'qul ko'rib, qasam ichib va'da beribdi. Shundaqdimi shahzoda divalar Shahining jenini elib qilib, qolganlarining jenini qaytarib beribdi. Xura divalar o'z Shahi uchun fidokorona ishlab, shahzoda ko'rsatgan o'ringa bir sehriy shahar yasabdi. Ay sohib Shahqa bu shahar shundoq yarab ketibdiki, shu kunil ko'chib beribdi. Va Kenji shahzodani o'rniga chaqirtib, Yo'riqnur Shah bilan qudilishishga rozi bo'lganligini, shahzodaning otasiga xabar yetkazishini uqtiribdi. Navkarlaridan onni shahzodaga qo'shib yo'lga sapdi. Yo'riqnur Shah Kenji shahzodaning yo'liga qarab talmirib, kelmagan sari urib yurgan ekan. O'g'lining amon eson qaytib kelganligini ko'rib, qavat xo'sh bo'pti. Beshidagi g'am bulutlarimi tarqalib, chiroyi bo'lakchila o'nglanib qoldi. Ay sohib Shahning 20 malikasini o'ziga kelinlikka bermoqchi bo'lganligini anglaganda bo'lsa, Kenji shahzodani bag'riga besib, yuz ko'ziga so'yib, "Rahmat san o'g'lim,
sen aslida Kenji Batur ekansan debdi. Shuningdan e'tiboran kishilar Kenji shahzodani Kenji Batur deb chaqiradigan bo'ldi. İki şah bütüşüp, puhralarini iki şehirning o'ttirisiga taklif qilib, 40 kech kunduz to'y murosimi o'tkazib beribdi. Yoruqnur Şahның 20 o'g'li yosh quramiga beqib, Ay Sohib Şahның 20 malikasining yosh qurami bo'yicha uylik, o'choqliq bo'ldi.